Said Ahmad Jimjitlik romani 12-bo'lim. Bugun dovon bozori gavjum bo'ldi. O'tgan mashina bir to'xtamay iloji yo'q. Birov kiyik o'ti, birov anzur piyoz, birov kechki o'rik, birov qurut xarid qiladi. Azizbek bugun baliq olib chiqqan. U 3 kundan beri tutgan baliqlarini hovlidagi suv to'ldirilgan bochkaga tashlab yig'ayotgan edi. Ertalab turib baliqlarni 3 kilolik qilib 11 bo'lakka bo'ldi. Ularning oy qulog'idan dol novdasini o'tkazib shoda qildi. Ayvonda jun savalayotgan kampir so'ridagi shoda baliqlarga qarab, "Bolam, juda ko'payib ketibdi-ku, qandoq olib borasan? Ko'tara olmaysan, yarmini olib ol, qolganini ertaga olib chiqarsan", dedi. Azizbek bosh chayqadi. "Bugun sotvormasam bo'lmaydi. Ertagacha aynib qoladi. 30 kilo yuk nima bo'pti? Zing'illatib olib kelaman." U shunday deb baliqlarni shodasi bilan qopga solib orqalab olib chiqib ketdi. Dovon bozorida hamma vaqt baliq bozori chaqqon bo'ladi. Azizbek kelishi bilan tol soyasiga plyonka yozib baliq shodalarini terib qo'ydi. Atrofni yo'lovchilar o'rab olishdi. "Shodasiga qanchadan so'rayapsan?" 6 so'mdan. "Insofing yo'q ekan, 4 so'mdan beray." "Xo'p-de." Azizbek ko'nmadi. Xaridor narxni sal ko'tardi. 5 dan beray, 4 ta shodasini olaman. "Xo'p-de." Azizbek savdolashib vaqt o'tkazgudek bo'lsa, baliqlar aynib qolishi mumkin. Ana shuning uchun 5 so'mdanga ko'na qoldi. Xaridor qiziqib ketib 25 so'm uzatib, hammasiga baliq olib qo'ya qoldi. 5 ta shodani ko'tarib mashinasi tomon ketdi. 20 minutlarga qolmay Azizbek baliqlarni sotib bo'ldi. Yerga o'tirib olib pullarini sanashga tushdi. Roppa-rosa 55 so'm bo'pti. Azizbekning bir pasda shuncha pul ishlashi boshqa bolalarga alam qildi. Bittasi unga eshittirib, "Onasi buzuq, Mirvali tog'a bilan qochib ketgan", dedi. "Nima deding? Yana bitta qaytar. Yoqdimi? Yana eshitging kelyaptimi? Aytganim bo'lsin, sening ayang Jalab." Azizbek uning yoqasiga chang soldi, iyagiga kalla urdi. Bola orqaga 2-3 qadam tisarilib, gandiraklab bordi, lekin yiqilmadi. U jon holatda yerdan tosh olib Azizbekka o'qtaldi. "Yaqinimga kelsang, shu bilan boshingga solaman." Azizbek uni pisand qilmay boraverdi. Bola qochdi. Keta turib qo'lidagi toshni otdi. Tosh Azizbekning to'pig'iga tegdi. "Shoshma, qo'limga tusharsan", dedi boldirini silarkan Azizbek. Hozirgina savdosi yaxshi bo'lganidan quvongan Azizbekning ko'ngli vayron bo'ldi. Qishloqda onasining Mirvali bilan ketib qolganini hamma bilardi. Bu to'g'rida sira Azizbekning oldida gapirishmasdi. O'rtoqlari gaplashib turganda uning qorasi ko'rinishi bilan jimib qolishardi. Shunda Azizbek albatta ayamni gapirishyapti deb o'ylardi. Ichlari kuyib ketardi. Hozir u qishloqqa qaytarkan, ayasining bu qilmishidan o'zini qo'yarga joy topolmay, yum-yum yosh to'kib, achchiq qismatidan o'kinib kelardi. O'ngga burilish joyida sovxozning oq Volgasiga turardi. Azizbek ayasini olib ketgan bu mashinaga nafrat bilan bir qaradi-yu, yuzini chetga o'girib, jadal keta boshladi. U taxminan mashinadan 20 qadamlarcha uzoqlashgan edi. Orqasidan Azizbek degan ovoz eshitildi. Bu ovoz unga qadrdon, beshikda yotgan paytidan qon qoniga jon-joniga singib ketgan edi. Shartta o'girilib qaradi. Do'lana tagida turgan Bodomgulning surma bosilgan ko'zlari Azizbek tomon iltijoli boqib turardi. Ayasi sochini kestiribdi. O'smir bolalarga o'xshab kestiribdi. Tilla tish qo'ydiribdi. Bo'ynida shoda marvarid, oyog'ida uchi bigizdek olcharang tufli. Ko'ylagining etagi tizzasidan 4 enlik yuqorida. Barmoqlarida, quloqlarida brilliantlar yaltirardi. Azizbek onasini ko'rmaganiga
yarim oy bo'lgandi. Tushlariga kirardi. Katta enasiga bildirmay burchak-burchaklarda yig'lardi. Onasining ovozini eshitib, badanida shirin bir narsa o'rmalab ketdi. Hozir boraman, bag'riga otilib, o'kirib yig'layman degan o'y bir onda xayolidan yugurib o'tdi. Ammo qarshisida turgan xotin uning onasiga o'xshamasdi. U boshqa Bodomgul edi. Azizbek onasi tomonga o'girilgancha qimirlamay turib qoldi. Unga intilmadi. Bodomgul bolasi tomon kela boshladi. Begim, Bekjonim, sog'inib ketdim bolam, beri kel. Azizbek joyidan qimirlamadi. Onasiga qaramay, yuzini ters o'girib turaverdi. Bodomgul kelib uni bag'riga bosdi. Kuchli atir hididan nafasi qaytgan Azizbek onasini o'zidan nari itardi. Sog'inmadingmi bolam, dedi ovozi titrab Bodomgul. Azizbek indamadi. Ahvolingni qara. Kiyimlaring ham to'zib ketibdi. Men senga kostyum, etik olib keldim. Undan keyin Bodomgul gapini tugatmay mashina tomon jadal ketdi. Undan shoshib bitta tugun oldi. Yana qandaydir kichkina qog'oz quti ham oldi. Mana deyarli u o'g'li tomon shoshib kelarkan, zo'r kostyum, finlarniki. Ko'rganda o'rtoqlaringni ko'zi o'ynaydi. Senga ataylab bo'yningga osib yuradigan magnitofon olib keldim. Zo'r ashulalarni yozib olib eshitib yurasan. Etikka g'arch soldirib tiktirdim. Yurganingda g'arch-g'urch qiladi. Bodomgul qo'lidagi narsalarni Azizbekka uzatdi. Azizbek 2 qadam orqaga chekindi. Kerakmas. Nega unaqa deysan, bolaginam? Men seni olib ketgani kelganman. Volgaga solib olib ketaman. Azizbek boshini ko'tarib onasiga yomon qaradi. Menga unaqa qarama bolam. Onang mana, katta enamni kimga tashlab ketaman? Ahvoli nima kechadi? Haftada 10 kunda xabar olib turasan. Katta enamni tashlab hech qayoqqa ketmayman. Siz bilan ketmayman. Sizni yomon ko'raman. Mirvali tog'aniyam yomon ko'raman. Siz Bodomgulning qoshlari chimirildi. Nega? Menga nima qipti? Azizbek onasiga siz buzuq xotinsiz deb ayta olmadi. Lahcha cho'x bo'lib turgan bu so'z tomog'ida turib qoldi. Mirvali tog'a seni yaxshi ko'radi. O'zim o'g'il qilib olaman deyapti. Yur, ketaylik. Velosiped olib beraman. Azizbek boshini sarak-sarak qildi. Keting, aya. Agar yana kelsangiz, o'zimni otib qo'yaman. O'rtoqlarim sen jalab xotinning bolasisan deb ermak qilishyapti. Keting, hoziroq keting. Azizbekning ovozi xirqillab gapira olmay qoldi. Uning ko'zlaridan o't chaqnayotganga o'xshardi. Mana ko'rasiz, Mirvali tog'ani albatta otib tashlayman. Dadamning o'chini olaman. Dadangni u o'ldirgan emas, esingni yig'ib ol. Meni sizdaqa onam yo'q. Keting. Azizbek shunday dedi-yu, keskin burilib, tuproq yo'lda jadal yurib ketdi. Bodomgul qo'lidagi narsalarni unga uzatgancha orqasidan yugurdi. Bolam, bolaginam, peshonamda bittagina bolamsan. Unday qilma. Agar sen xo'p desang, uyga qaytib kelaman. Birga turamiz. Azizbek orqasiga qaramas, yo'l-yo'lakay javrab borardi. Kerakmas, kelmang, uyimizga qadam bosmang. Siz yomon xotinsiz. Bodomgul to'xtadi. U o'g'lim izmimdan chiqmaydi deb o'ylardi. Yaqin 1,5 oydirki, u ishq o'yinlariga berilib, aysh-ishrat og'ushida entikib, Mirvalining erkalashlaridan xuddi tush ko'rayotgandek mavhum bir olamda yasharkan, qishloqda Azizbek ismli bolasi borligini biron daqiqa xayoliga keltirmagandi. Endi ishq otashlari o'chib, badani soviy boshlaganda bolasini eslab qoldi. Ishq o'yinlari bir gurillab yongan gulxanga o'xshaydi. Kimningdir ko'ksini bir daqiqa isitadi. Olov tillari bilan uning hissiyotlarini junbushga keltiradi.
Bu xil olov o'yini darrov so'nadi. Ustini lahzada kul bosadi. Bodomgul ko'ksida mirvali yoqqan gulxan o'chi boshlagan edi. Ishq o'yinlari poyoniga yetay deb qolgandi. Bodomgul ko'ksini isitgan, ko'zlariga anvoyi nurlar jilvasini namoyish qilgan, faqat tushlardagina bo'ladigan bir sirli olam asta-sekin asli holiga qaytayotgan edi. Bodomgul ana shu mastonavor olamda entikib yasharkan, hayotimning buyog'iga nima bo'ladi deb o'ylamagan edi. Endi o'ylayapti. Tanida ishq otashi soviy boshlaganda, bulutlargacha uchirib olib chiqqan muhabbat kayfi tarqay boshlaganda bolasini eslab qoldi. Dunyoda birdan bir suyanadiganim, orzu-umidlarimni ro'yobga chiqaradigan o'g'lonim deb yo'qlab kelgan. Yoshligida ro'zg'or tashvishi boshiga tushgan bolalar birdan ulg'ayib qoladilar. Gap so'zlarida, yurish-turishlarida kattalarga xos odatlar paydo bo'ladi. Ayniqsa, oriyat birinchi o'ringa chiqib qoladi. Bodomgul haqidagi gaplar Azizbekning ich-etini timdalardi. Yuragida onasiga nisbatan g'azabmi, nafratmi o'zi ham hali bilmaydigan bir alam yashardi. Ba'zan qani edi onam pok, beg'ubor bo'lsa-yu, xuddi bolaligimdagidek ostonada o'tirib, uyga kelishni intizorlik bilan kutsam deb shirin xotiralarga berilib qolardi. Biron odam bu bola Bodomgulning o'g'li desa ezilib, Ravshanbekning o'g'li desa ko'ksi tog'dek ko'tarilib ketardi. Endi Bodomgul kelin bo'lib tushgan Qadrdon qishlog'iga opa-singil bo'lib ketgan qo'ni-qo'shnilarga begonadek edi. U qaytib mashinaga chiqqanda shofyor qo'lidagi tugunga qarab bosh chayqadi. O'g'lingiz anchagina o'jar ko'rinadi. Bodomgul indamadi. U o'z o'ylari bilan ovora edi. Dunyoda hamma narsadan mosuvo bo'lgan bu ayolning hozirgi ahvoli juda ayanchli edi. Mashina uni 2 qavatli uy oldiga tashlab qaytib ketdi. U endi zinaga oyoq bosayotganda orqasidan bir ayol kishining "Keldingizmi?" degan tovushi eshitildi. Bodomgul o'girilib qaradi-yu, uni tanimadi. Bir vaqtlar nihoyatda chiroyli bo'lgani bilinib turgan, endi xastalikdanmi yo turmush mashaqqatlaridanmi rangi siniqqan, yuziga ajin tusha boshlagan bu ayolni ilgari biron marta ko'rmagandi. "Menda ishingiz bormidi?" dedi hayron bo'lib Bodomgul. Xotin "Ha" deb bosh irg'adi. Lekin Bodomgul unga "Uyga kiring" deb aytmadi. Xotin istehzo bilan dedi: "Yig'labsiz-a? Hali ko'p yig'laysiz singlim. Vaqtida biz ham qon-qon yig'laganmiz." Bodomgulning zardasi qaynab ketdi. "Nega unaqa deysiz? Menga bunaqa deyishga nima haqqingiz bor? O'zingiz kim bo'lasiz?" Xotin unga o'qrayib qaradi. "Haqqim borligi uchun gapiryapman. Kim bo'lasan dedingiz? Kimligimni aytaymi? Mirvalining sizdan oldingi o'ynashi bo'laman. Bo'yningizdagi shoda marvaratlar avval mening bo'ynimda edi. Mirvali omon bo'lsa, bu marvaratlar hali ko'p xotinlarning bo'ynini bezaydi. Siz har qalay tekisgina ekansiz. Anchadan beri ishq o'yinidan mastsiz. Mirvali hech bir ayol bilan biron yil bo'lmagan. Ko'rpa ko'taradigan paytingiz ham kelib qolar. Bu ishlar mening boshimdan o'tgan. Maslahatimga quloq soling. Keting bu uydan. Mirvali sharmanda qilib haydamay turib keting." U osonlikcha haydamaydi. Ship-shiydon qilib haydaydi. Barmoqlaringizdagi uzuklarni, bo'yningizdagi marvaratlarni olib keyin haydaydi. "Obro'yingiz borida ketib oling singlim." Xotin unga rahmi kelgandek bosh oyoq qarab chiqdi-da, "Sho'ring qursin" degandek ma'noli iljaydi. Keyin xayr ham demay ketaverdi. Bodomgul uning orqasidan behush qarab qoldi. 2 qavatga sudralgandek arang ko'tarildi-yu, uyga kirib
o'zini divanga otdi. U alam bilan kuyib-yonib, o'rtanib yig'lardi.